Assalomu alaykum barchaga. Sizlarga sakura daraxtimizni ko'rsatmoqchiman. Ko'rishlaringiz mumkin. 3 xil rangda. Mana bu oq tagiga gul qo'yilmagan, qolganlarining tagiga gul qo'yilgan. Ba'zilarga gul qo'yilmagani yoqadi, ko'pchilikka lekin gul qo'yilgani yoqadi. Sizga qaysi yoqdi? Daraxtlarimizning bo'yi 180 sm. Gullari ham qalin, quyuq qo'yilgan. Juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Sakura gulimiz ham kachestvasi eng yaxshisi. Ko'rishlaringiz mumkin. 3 qavatligi. Zakazga bundan ham kattaroq, bundan ham bashangroq, chiroyliroq qilib yasab bera olamiz. Hozir bular narxi arzonrog'i bo'lgani uchun klient xohlagan, hammasi bitta odamga shunaqa qilib yasaladi. Narxi mana shu ustiga 450 ming so'm. Ko'proq oladiganlarga yana ham kelishtirib beramiz. Bizga bundan boshqa juda ham ko'p xil turdagi gullarimiz bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda ham juda ham ko'p xil assortiment daraxtlarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Bizning manzilimiz Samarqand viloyati Urgut tumaniga. Urgut bozoriga do'konimiz bor, ishxonamiz, gul seximiz O'ramas mahallasiga.